Bugun sizlar bilan mana shu BYD Chin Plus elektromobilni ko'rib chiqamiz. Hamda bilsangiz kerak, bu avtomobilni hozirgi kunda siz nafaqat oddiy o'sha grajdanskiy odamlar haydashini, balki bu avtomobilni yo'l harakat qoidalari xodimlari ham aynan mana shu BYD dan foydalanishmoqda. Ya'ni oldiga kenguriyatliklar qo'yib, ustiga 360 gradusli kameralar qo'yib, xullas to'liq mana shu avtomobilda harakatlanayotganlari ham bor. Buni siz o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Xo'p, bu avtomobilni texnik xarakteristikalarini sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz hamda bitta narsani aytib o'taman, bu eng full variant hisoblanadi. Hattoki o'sha GAI xodimlarida ham bunaqasi bo'lmaydi. Ya'ni bu undan-da yaxshiroq, modifikatsiyasi ko'proq bo'lgan varianti hisoblanadi. Aynan shu avtomobil bitta to'liq zaryadda 600 km masofani bosib o'ta oladi. Chunki bunda 78 kilovatlik batareya joylashtirilgan. Hamda 78 kilovatli batareya sedan mashina uchun bu juda ham zo'r ko'rsatkich. Ya'ni avtomobil realni 600 kilometrga yaqin masofani bosib o'tishiga уже nima deydi, ko'zi yetadi. Ya'ni chunki batareykasi rostdan ham katta. Hamda bu avtomobilni ot kuchini aytadigan bo'lsam, 204 ot kuchiga ega. Ya'ni bitta elektromotorli bo'ladi, 204 ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha rovna 7 sekundda mana shu avtomobil tezlana oladi. Kerak bo'lsa, bitta motorli Hondan mana shu BYD Chin Plusni mana shu varianti tezroq bo'ladi razgon bo'yicha. Buni biz o'zimiz ham tekshirib ko'rganmiz. Nimaga? Chunki buni vesi sal yengilroq bo'ladi, ham og'irroq bo'lganiga hamda 222 ot kuchi bo'lishiga qaramasdan mana shu avtomobil Hondan tezroq bo'ladi. Xo'p, avtomobilni komplektatsiyasi boya aytib o'tdim. Eng full bo'lgani uchun albatta 360 gradusli kameralari bor bo'ladi, slipoy zona datchiklari bor bo'ladi. O'zingiz ko'rib turibsiz, diskalari 18 radiusli katta hamda o'ziga yarashib turgan chiroyli diskalar qo'yilgan. Endi avtomobilni kuzovini o'zingiz ko'rib turibsiz, kichkina emas. Anchagina katta kuzovga ega. Ya'ni mashina komfort klassdan ham yuqoriroq darajada turadi. Hamda tashqi ko'rinishlarni ko'rishda davom etamiz. Bu yoqda o'ng tarafida biz aynan shu avtomobilni ko'chadan zaryadga qiladigan joyini hamda uydan zaryadga qiladigan joyini ko'rib turibmiz. Aynan mana shu o'ng tarafida joylashgan bo'ladi. Orqa ko'rinishi ham mana shunaqa ko'rinishga ega. Ya'ni monoqosh bo'ladi albatta. Mashinani brendi, modeli hammasi yozilgan. Bagajni ochish bitta knopka orqali bajariladi. Ya'ni shunda knopkani bosasiz, hamda qo'lingiz bilan ko'tarib olsangiz bo'ladi. Avtomobilda o'zida 1,5 kilovatli zaryadchik bilan 7 kilovatli zaryadchik o'zini komplektida bo'ladi. Undan tashqari bu yoqda kompressor kleylari, jiletkalari, hamma narsasi bor. Xo'p, bagajni yopamiz. Bagaj elektronniy emas, lekin bu muammo emas menimcha. Elektronniy bo'lishi kimga endi qanaqa? Masalan, men uchun elektronniy bagajnik bo'lishi mashinada shart emas. Xo'p, avtomobilni endi ichki saloniga o'zingiz bitta e'tibor qaratasiz. Temno-siniy, ya'ni to'q ko'k hamda oq ranglar bilan to'liq saloni qoplangan hamda nappa kojadan ishlatilgan. Ya'ni koja sifati yaxshi bo'ladi. Bu yoqni yopib, sekin rulga o'tiraman. Xo'p. Rulga o'tirganimdan keyin bitta narsani sразу bilsangiz bo'ladi. Mana shu avtomobilni full yoki full emasligini qattan bitta ko'rishda ajratib olaman desangiz, birinchi o'rinda mashinaning diskasiga qaraysiz. Boya ko'rsatib o'tganimizdek 18 radiusli katta chiroyli diska bo'lsa, eng full bo'ladi. Agar bundan-da kichkinaroq qanaqadir boshqacharoq diska bo'lsa, u full variant bo'lmaydi. Bundan pastroq bo'ladi. Hamda monitoriga qaraysiz. Monitorini qarang, realniy monitori kattaroq. Bundan pastroq pozitsiyasida bo'lsa, monitori sal bir 2-3 sm kichikroq bo'ladi. Lekin ancha yaxshi bilinadi. Ko'chada o'zingiz qaraganingizda bilinib turadi. Qaysi full pozitsiya, qaysi full emasligi. Mana shu orqali ajratib olsangiz bo'ladi tashqi ko'rinishidan. Xo'p, eshiklarni ko'ramiz. Eshiklarda nimalari bor? Bu yoqda xuddi shu boyagidaqa temno-siniy hamda oq kojalar bilan hammasi tortilgan. Bu yoqda ko'rib turibsiz, choklari oq hamda qizil bo'lgan. Xo'p, bu yoqda yana kerakli funksiyalardan bagajnik ochish uchun knopka ham bor. Ya'ni eshikning o'zida bor. Bu narsa juda ham qulay bo'ladi. Rullari albatta multi-rul. Bu yoqda kerakli bo'lgan funksiyalarning hammasi bor. Hammasini bitta-bitta ko'rsatib chiqaman. Bu mashinaning 360 gradus kamerasini yoqadi. Bu esa
mana bu monitorni 90 gradusga buradi. Mana shunaqangi holatda. Bu yoqda polasa udержанияsi bor, adaptiv cruise control настройкалari bor hamda oddiy cruise controlni mana shu yer orqali mana shu yerdan yoqasiz. Bu yoqda esa o'zingiz ko'rib turibsiz, telefonni bluetoothdan ulagan bo'lsangiz, mashinaga bu yoqda siz telefonni ko'tarsangiz bo'ladi, mikrofonni o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Mashinani голосовой assistentidan foydalanishingiz bo'ladi. Hamda tablo, multimedia boshqaruvlari ham shu yerda joylashgan. Tablosini o'zingiz ko'rib turibsiz, elektronli bo'ladi, zamonaviy. Monitorni ham o'zingiz ko'rib turibsiz. Xullas monitorni mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Hamma narsasi bor. Bemalol Chrome'larga kirib, YouTube'larni ishlatsangiz bo'ladi. Monitor qotmaydi, BYD'larda bilsangiz kerak. Hop, buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Ikkita deflektor, ikkita podstakannik hamda беспроводной zaryadkasi ham bor mana bu joyda. Беспроводной zaryadka bo'ladi. Mashinaning kaliti mana bunaqangi ko'rinishda. Oddiygina BYD'ning kaliti hamda o'rtadagi panelda skorost ko'rib turibmiz. Mana shunaqangi holatda avariykalari, mashinani o'chirib yoqadigan start stop, multimedia ovozni ko'tarib tushiradigan. Bu yoqda har xil turdagi klimat kontrol настройкалari, mashinaning rejim настройкалari, qishki rejimni yoqib o'chirish. Bu yoqda esa rekuperatsiya, auto hold, o'sha slipoy zona hamda parktroniklarni o'chirib yoqish funksiyasi bor. Ya'ni boya aytib o'tdim, mashinada slipoy zonani ko'rsatadigan o'zini mana uchburchagini ko'rib turibsiz. Slipoy zona funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni mashina kelayotganda bokovoydan ko'rinmagan holat bo'lsa ham, ana shu uchburchak yarki oranjiy rangda yonadi. Hamda siz buni kunduz kuni ham ko'rasiz. Mana barini ochamiz. Bari uncha chuqur emas, lekin mayda-chuyda narsa solib qo'yishga bo'ladi. Sidenlarni o'zingiz ko'rib turibsiz, zamonaviy bo'ladi hamda xuddi shu salon rangiga moslashgan. Bu tepa qismida esa qo'l bilan ochilib yopiladigan bunaqa pardasi bor bo'lgan, oddiygina lyuki bor. Yana bitta narsa, eng full pozitsiyasi bo'lgani uchun mana bu avtomobilda 4 ta sideniyada ham isitish funksiyasi bor. Ya'ni mana ko'rib turibsiz. Oldidagi ikkita sideniya isitishi hamda orqadagi sideniyalarda ham xuddi shunaqangi isitish funksiyalari bor. Ya'ni обогрев sideniya 4 ta sideniyasida ham bo'ladi. Xo'p, nimalarni aytsak bo'ladi yana? Menimcha hamma kerakli joylarini aytib o'tdim. Avtomobil bizda hozirda sotuvda mavjud. Bilasiz, bu mashina oldinlari anchagina qimmatga sotilgan, kerak bo'lsa chempionlarning narxida, o'sha so'ng pluslarning narxida sotilgan. Nimaga desangiz, mashinaning xadovkasi yaxshi, mashinaning yurish xarakteristikalari hammasi zo'r bo'ladi. Agarda siz hozir kunlarda chempionlar olaman desangiz, shu 30 ming atrofida bo'ladi, undan qimmat bo'lmasa. Bu mashinani bo'lsa esa siz 600 kilometr yuradigan, ishonchli bo'lgan BYD avtomobilini, ya'ni BYD Chin Plus'ni siz 26500 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirda bu avtomobilimiz Xorazmda, Urganch shahrida joylashgan, ya'ni shu yerda turibdi. Bemalol agar mana shu avtomobil sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, Xorazmdagi avtosalonimiz, ya'ni lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Urganch shahrida ekstreniy bolnitsaning yonida Oasis kafe bor. Oasis kafeni zdaniyasiga prям tegib turgan joyda bizni mana shu avtosalonimiz joylashgan. Agarda batafsil ma'lumotlar kerak bo'lsa, boya aytgandek bizning raqamlarimizga bog'laning hamda keyingi videolarda ko'rishguncha